Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi 10 kW 10 grid obyektimizni bitirib oldik. Mana bu obyektimiz Kattaqo'rg'on tumanida, ya'ni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida. Bu obyektimizda 16 ta 625 wattli panellarimizni o'rnatib berganmiz. Roman panellari bu. N-type texnologiyasi. Hozir bu yerda 12 ta, yo'g'li 4 ta, общий 16 ta. Konstruksiyasi metal bo'ldi. Metal konstruksiya bo'ldi. Bu obyektimiz masjidi, ya'ni jome masjidi, 5 qozoq jome masjidi. Kimga bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha sifatli va arzon hamyonbop qilib o'rnatib beramiz o'sha elektrostansiyalarni. Bizga murojaat qiling, fikrlaringizni kommentlarda, izohlarda qoldiring. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xayr, sog' salomat bo'ling.